Burunning burnusida tog' bag'ridagi bir yezida bir bovay o'tgan ekan. Uning ikki o'g'li bo'lib, cho'ngining ismi Tavar, kichikining ismi Chavar ekan. Chavar batur, ishchan, oqko'ngil ekan. Qo'lidan nurg'un ish keladi ekan. Jangallarning o'yinini pishiq biladi ekan. Tavar uning aksicha vurun, hiylagar, kaltipam ekan. Onunğa hər qandaq iş buyurulsa, uks üstüdün xo'jayinlik qilib, uksiga qildurdi ekan. Yillar o'tib, buvayning umri oxirlashib, jon uzish oldida balalarga vasiyat qilibdi. Ballalarim, men endi bu olamdan ketadigan bo'ldim. Sizlarga qiladigan 3 turlik vasiyatim bor. Esinglarda mahkam saqlab, shu ish bo'yicha ish qilinglar. Birinchi, kishilarga rahimdil bo'linglar. Yetim yesir, ash yalang'ochlarga qo'linglardan kelishicha xayrixohlik qilinglar. Chunki shundoq kishilarning ko'ngli yo'riq bo'ladi. Ikkinchisi, niyatinglar to'g'ri, dilinglar pok bo'lsin. Mehnat bilan hayot kechirishga odatlaninglar. Pul molni o'zinglarga do'st tutmanglar. Pul degan ba'zida odamga dushman bo'ladi. Üçüncüsü, bir-biringlar bilan inoq o'tinglar. Inoq bo'lsanglar, sizlarni hech kim bo'zaq qila olmaydi, debdi. Va jon uzibdi. Buvayning xeli ko'p mol dunyosi bor ekan. Boshqalarning musibat alakchiligi bilan qolganligini o'ziga cho'ng fursat deb bilgan Tavar, ha deb otasidan qolgan pul mollarni joylashning amalini qilibdi. Chavar bo'lsa, yig'izar bilan otasining o'limini o'ztibdi. Buvayning o'lim ishlari oxirlashgandan keyin aksi Tavar inisi Chavarga qarab: "Inem, atamning vasiyati esingda bordu? Shuningga asosan biz atamdan qolgan mirosni bo'lishmay, bir uyda birga yashasaq qanday deysan?" debdi. "Jinim bilan qo'shilaman aka, sen nima deysan shu?" debdi oqko'ngil Chavar aksining g'arazini tushunmay. Aradan xili kunlar o'tibdi. Chavar har kuni etizga chiqib emgak qiladi ekan. Tavar bo'lsa, uy saqlab qoladi ekan. Chavar etizdan kelsa, Tavar qiyri bir tilamchi keptikan, palani narsani shuningga beribetdim degandek bahonalar bilan uydagi oltin kumush narsa keraklarni yo'qotishga boshlabdi. Chavar aksining ishlarini biroz sezib qolgan bo'lsa-mu, lekin uning ko'nglini ayab bilmaganga selib yuraveribdi. Tavar yuqorqidek aldamchiliklar bilan oltinlarni yushirayveribdi. Aradan oy yillar o'tib, tuyuqsizlik bu yezida qattiq qurg'oqchilik ofati yuz beribdi. Kishilar sarson sargardon bo'lib, yurtini tashlab boshqa yoqlarga ketishga boshlabdi. Ba'zilari jangallarga ko'chib, yer echib, teriqchilik qilishga boshlabdi. Bularning qatorida Tavar bilan Chavarmu jangalga ko'chishning taraddutiga tushibdi. Dal mushu paytda Tavarning qursqiga jin kiribdi. U Chavarni bililib mansam oltinni yoshirg'anim oshkora bo'ladi. Uning oldida sharmanda bo'laman. Uning ustiga oltinlarni ishkaylan tang ishlatishga to'g'ri keladi. Bir amal qilib uningdan qutulishim kerak degan xayolga kelibdi. U shu xayol bilan yanchiqidan bir necha tangani chiqarib Chavarga tanglab: "Inim, men yo'l tayyorligini qilg'ash turay, sen bu pulga yemaklik setib olib kel" debdi. Chavar ma'qul debdi-da, bozorga qarab yo'l olibdi. Tavar uksini aplab yo'lga solgandan keyin uydagi jimi oltin kumushni xurjonga qachlab, g'ippida yo'lga chiqibdi. U inisining kaynidan yetishib olishidan ansirab, kishilar mang'an yo'l bilan mangmay, boshqa bir jangalga qarab mengibdi. Lekin aldirashchilikda yeydigan narsa elib olishni esidan chiqiribdi. Kayniga yanay desa, inisiga yo'l qilib qilishdan ansirabdi. Shundoq qilib, maylila, pul bo'lsa jangalda sho'rpa emasmi deb o'ylabdi-da, yo'lni davomlashtiraveribdi. U manga uzoq yo'llardan keyin hech kim oyoq bosmagan bir jangalga ishkirlab kirib ketibdi. Mangansiri uni ochliq va ussuzlik rosa qiynashga boshlabdi. Kech bo'lganda u ochliq, ussuzlik, arduq dastidan hushidan ketib yiqilibdi. Bir hazadan keyin asta hushiga kelib tangsa, atrofida yovvoyi hayvonlar dahshatli huvlavatqidek.
u jon qayg'usida varqirabdi. O'rnidan turishqa tamshilibdi. Biroq oltin silingan xurjun bo'yniga issiqlik bo'lg'achqa, har qancha zo'riqib baqsimi o'rnidan turolmabdi. Shunda qilib dahshatli qo'rqinish va qattiq ochliq azobi dastidan xurjunni bo'yniga artgan peti u olamga safar qilibdi. Chavar bozordan yeydigan narsalarni setib olib uyga kelsa, uyda akisi yo'q. Bu ishdan hammani tushungan Chavar bir tortibdi-da, birdan o'ylanib turib, bozorga berib bir ketman, bir chilak, bir o'xya setib olib kelibdi. Shu kechasi otasining beshida o'ltirib, sahar bilan tang jangallikqa qarab yo'lga chiqibdi. Attigandan kashkicha yo'l mengib borgan Chavar bir cho'l bayovonga kelganda birdam aram ilib olmoqchi bo'lib yetibdi-da, ko'zi uyquga ketib qopti. U tush ko'ribdi. Tushida otasi oq kiyim bilan oppoq soqolini silg'an holda uning yeniga kelib, "Balam, sen niytingni nihoyat to'g'ri tutding. Shunga men sendan rozi. Endi sen o'rningdan turib, o'ng tarafingga 7 qadam mengib, dastigan yeringni chapsang, u yerdan suv chiqadi. Shu joyda ko'milib qolgan bir buloq bor. Sen shu suvdan foydalanib yer ichib, bog' bino qilgin", debla ko'zdan g'oyib bo'pti. Chavar cho'chib uyg'onib ketibdi. Qarsa, yenida bog'lam ko'chatlar turg'idek. U o'rnidan turib, tushida ko'rguni bo'yicha ketmanni qo'liga ilib, 7 qadam mengib ketmanni chepshiga so'p-suzuk buloq suyi bulduqlab chiqibdi. U shuningdan keyin yer ichishga boshlabdi. Qo'rsiq assa, kiyik ovlab go'shini kavob qilib yebdi. Ussa buloq suyidan ichibdi. Oshgan yerlarga ko'chatlarni tikibdi. Shunda qilib oradan 3 yil o'tganda bu ko'chatlar mevaga kiribdi. Qaqas cho'lda arambaxsh bir bog' bino bo'pti. Bu bog'ning tarpi atrofga yeyilish bilan tang taraf-tarafdan musofirlar kelib boqqa to'plashibdi. Mushu yerga qo'shni shahar podshohining nihoyat soyib jamol, tangdossiz go'zal bir qizi bor ekan. Bu qiz har chorshanba kuni do'stlarini agashtirib chiqib, ovulashni yaxshi ko'rdi ekan. Bu chorshanba kunimi odati bo'yicha do'stlari bilan ovga chiqibdi. Tushkichi yuribdi. Hech qanday bir jonivorni uchirtolmay tit-tit bo'lib ketibsa, oldidan bir kiyik chiqib qechibdi. Qiz kiyikning orqasidan qo'g'labdi. Kiyik heliqi bog'ning yeniga beribla ko'zdan g'oyib bo'pti. Qiz bu cho'l bayovonda bunda hashamatli bog'ning paydo bo'lib qolganligini ko'rib, hayron qopdi-da, bog'ning darvozasi oldiga kelib qarsa, darvozasining o'ng solida 2 yigit turg'idek. Malika ulardan bu kimning beg'i ekanligini so'rabdi. Ham boqqa kirishni iltimos qilibdi. Yigitlar bu ishni Chavarga xabar qilgan ekan, Chavar ularning oldiga chiqib qarashapti va uyiga boshlabdi. Hol-ahvol so'rashgandan keyin Chavar qizning podshohning qizi ekanligini o'qibdi. Qiz yigitning kelishgan taqqa turqiga zo'xlinib qarab, uni yaxshi ko'rib qopti. Yigitning ko'ngliga bir oz issiq o'tib qopti. Angacha yigitning do'stlari qizning oldiga har xil mevachi va qanit gizaklarni keltiribdi. May bog'lab pishgan bu mevalar arduq yetib aran kelgan Malikaga shundoq tetibdi-ki, u o'z umrida hech qachon mundaq shirin mevalarni yeb boqmagandek his qilibdi. Dasturxon yig'ilib, qo'l yuyilgandan keyin qiz yigitga qarab, "Bu mevalar nihoyat tatliq ekan. Biroq ichidagi meg'izi toshdanmi qattiq o'xshaydi", debdi. Yigit bu so'zning ma'nosini darhol tushunibdi-da, uningga javoban, "Hurmatli malikam, sizga shundoq tuyulgan o'xshaydi. Amaliyotda uning meg'izi mevasidan yumshoq. U hozir erib ketishga ozliq qilyotidi", debdi. Bu javobni anglagan Malika Chavarga illiq bir tabassum qildi-da, kenizaklarga qarab, "Do'stlarim, bu go'zal boqqa chiqib sayli tomosha qilinglar", debdi. Chavarmo yigitlarga qarab bosh ishorat qilgan ekan, ularmo kenizaklarga qo'shilib chiqib ketibdi. Uyda faqat Chavar bilan Malika qolibdi. Shu chaqda yigit Malika qarab,
Hürmetlik Məlikəm, bu yerdə yat adam bolmağandikin çehringizni bir ko'rsatsangiz debdi. Məlikə yağlıqını şundaq qayrışığa, onun güzel jamalini görген yigitning ishqiga yana bir hassa ishq qo'shilibdi. Ular xeyli vaqtgacha muңlashibdi, kulishibdi. Oxirida qiz yigitdan o'zining kechirmishlarini va mushunchavala bog'ni qandoq bino qilganligini so'zlab berishni o'tinibdi. Chavar o'z kechirmishlarini bir-birlab so'zlab tugatganda, qiz uning aqliga va g'ayratiga opirin o'qibdi. Shuningdan keyin qiz har chorshanba kuni mushu yerga kelib sayli qilishga va'da qilib, o'rniga qaytibdi. Va uzoq mezgillargacha yigit bilan har chorshanba kuni uchrashib turibdi. Aradan yillar o'tib, qizning otasi tuyuqsizla olamdan o'tibdi. O'rdadagi alamdorlar, qalamdarlar shohning vasiyatiga asosan qiz kimni tanlasa, shuni podshoh qilib tayinlamoqchi bo'libdi. Qiz yigitni darhol o'rniga boshlab kelib, uni shohlik taxtiga taklif qilibdi. Yigit har chorshanba kuni o'zi bino qilgan boqqa kelib sayli qilish va musofir do'stlarini yo'qlab turish sharti bilan tasdiqdan ma'qul bo'libdi. Hamda boqqa aqlliq bir yigitni bosh qilib tayinlabdi. O'rda ahli qizning talbi bo'yicha shohlik taxtini yigitga o'tkazibdi va ikkisining to'yini 40 kecha kunduz o'tkazib beribdi. Yigit umrining oxirigacha shaharni adolat bilan so'rab dunyodan o'tibdi.